Paşığı intayin sezgür issiqliq farqlandırgıcı bir a'zo o'rnatilgan bo'lib, 1% issiqliq farqini mu his qilalaydi. Bu sezgürlük yoruqliqqa bog'liq bo'lmag'achqa, paşılar qarang'u uydimi qon tomirini topalaydi. Qon tomirini topgandan keyin oldi bilan kichik xartumlari orqali nishonini bekitadi. Terini biz o'ylagandek besim bilan emas, balki ust tumshqi va tishliq osti tumshqi bilan yoradi. Tumshqini xuddi hariga o'xshash oldi kayniga surkab terini kesidi va yechilgan yeriqdan nashtirini qon tomiriga sanjiydi. Shpirisqa o'xshaydigan nashtiri bir g'ilab bilan o'ralgan bo'lib, paşa qon sho'raydigan vaqtda nashtiri bu g'ilabdan sug'urilib chiqadi. Bu vaqtda cho'ng bir masala ko'riladigan bo'lib, u bo'lsa qonning uyib kelishidir. Chunki insonning vujudi boshqa bir hikmat sababidan eqiyotgan qonni uyutadigan xususiyat bilan yaratilgan. Inson mushu xususiyatining yordamida bir yeri qonib qolsa-mu qonsirab o'lib ketmaydi va eqiyotgan qon birdamdan keyin uyib to'xtab qoladi. Agar paşa qonni sho'rayotganda qon uyib qoladigan ahvol ko'rilsa, paşa oziqlanmaydi. Paşa buningmi oldini oladigan bo'lib, tomirdan oshgan to'shikka onun vujudidagi qonning uyib kelishining oldini oladigan bir xil suyuqlik quyib etadi va bu suyuqlik qonning uyib kelishining oldini oladi. Kishini qoshlig'ini soladiganimi dal mushu inzim suyuqligidir. Endi Allohni inkor qilmoqchi bo'lgan kishidan so'rab boqayli. Birinchi, hatto bir necha yil maktabda o'qigan sestralarmi xeyli ko'p hollarda tomirni topolmay, yengnini xato yagi sanjib soladi. Ammo hech qanday maktabda o'qib boqmagan paşa nishondan qat'iy odishib qolmaydi. Paşaga buni kim o'rgatgandi? Ikkinchi, agar issiqlik sezguchi organlarining yordamida shundoq qila oladi desangiz, bizmi deymizki, bundaq yuqori saviyada taraqqiy qilgan issiqlik farqlantiruvchi organlarni ularning vujudiga shundoq hikmat bilan o'rinlashtirgani kim? Zinhor, tabiat demang. Chunki bundaq hikmatlik bir ishni milyonlagan paşalarda amalga oshirish ko'maydigan, anglamaydigan jonsiz ham ongsiz tabiatning qo'lidan kelmaydi. Uchinchi, bir oz ilgari aytganimizdek, bu issiqlik sezguchi a'zoning roli yoruqlikqa bog'liq emas. Kechidami issiqlik farqini his qila oladi. Agar yoruqlikqa bog'liq bo'lsa edi, paşa kechida oziqlanmagan bo'ladi. Kunduzlari bo'lsa uni ko'rib qolgan o'ljisidan oziqlanmaslikka turganli gap. Agar kunduzlari oziqlangan bo'lsa, uni ko'rib qolgan o'ljisidan oziqlanmasligi turganli gap. Bu bo'lsa paşaning o'limi deganlikdir. Acaba uning oziqlana olishi uchun issiqlik sezguchi organni yoruqlikqa bog'liq qilib qo'ymay, qorong'ulikdami rolini joriy qildira oladigan holatni ijod qilgan hikmat egisi san'atkor zodi kim? To'rtinchi, paşaning kichik nashtarini qo'g'daydigan bir g'ilipi bor. Acaba bu g'ilabni qaysi tikkichi tikkandi? Beshinchi, paşa terini tish uchun tishini va qisquchini ishga soladi. Acaba tishini va qisquchini ishga solishni uningga kim o'rgatgandi? Hatto buningdan avval uning tenida bu tish bilan qisquchni kim yaratgandi? Oltinchi, balki bu eng muhim alohidalik bo'lib, paşaning qon uyib kelishining oldini oladigan enzim suyuqligini tashgan to'shikdan ichiga qo'yib berishidir. Paşa qonning uyib qoladiganligini nadin biladi? Bo'pti, bilidimi deyli, qonning uyib kelishining oldini oladigan enzimni ishlab chiqaradigan uskuna va zavodni uning vujudiga o'rinlashtirgani kim? Faqat uskunaning bo'lishini kifoya qilmaydi. Chunki qonning uyib kelishining oldini oladigan suyuqlikning formulasini bilish uchun
bir ximik bo'lish kerak. Acaba Pasha qaysi ximiya maktabini bitirgandi? Amdi sizga mundaq bir taklifimiz bor. Pashining Allohning bir maxluqi ekanligini qabul qiling va buni qabul qilish orqali yuzlagan savollarga javob izlashning jafosidan qutuling.